Bismillahirrahmanirrahim. Ayollik ziynati. Allah rifq sohibidir. Rifq ya'ni mehribonlik, muloyimlikni sevadi. Qo'pollik evaziga va boshqa hech narsa evaziga bermagan narsasini rifq evaziga beradi. Hikmat. Hech bir bezak adab qadar go'zal emas. Ali radhiyallohu anhu. Jamiyat ko'chatining ob hayoti sensan. Ummatning omonatini himoya qiluvchi posbon sensan. Hikmat. Ey Ali, oynaga qaragan paytingiz shunday deng. Allohim, yaratilishimni go'zal qilganing kabi axloqimni ham go'zallashtir. Meni rizqlantir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Hazrati Aliga o'gitlaridan. Hozirgacha o'qiganlarim va tajribalarim zehnimizda bir so'z bilan bog'liq tushunchaning voqealarga munosabatimizni belgilab berishini o'rgatdi. Farzand, yosh, ayol, erkak deganda hayolingizga nima kelsa, hayotingizni ham ana o'shaning asosida quryapsiz degani. Yosh qiz, ayol deyilganda zehningizdan salbiy fikrlar o'tayotgan bo'lsa, nima uchun bir xonim kabi munosabatda bo'lyapsiz? Yoki ayollik bilan kelgan narsalar sizga qanday qilib yengillik tug'dirishi mumkin? Aksincha, ularning har biri hayotingizga yuk bo'lib qoladi. Keyingi paytlarda jinsdoshlarimni juda ham jahldor, asabiy holatda ko'ryapman, ya'ni ayollarni. Qaysi biriga teginsam ham tok urgandek bo'ladi. Ko'plari hayotda turmush o'rtoqlaridan noliydilar. Shuning uchun bo'lsa kerak, nima ish qilsalar ham nolib qoladilar. Bilasiz, biz uchun o'zimizni ochiq ifodalab berishning eng oson yo'li shikoyat, nolishdir. Ayniqsa onalar bu ishni boplaydilar. Qani endi moddiy tarafdan mustaqil bo'lsam degan so'z bilan boshlanadigan jumlalar sizga ham ma'lum bo'lsa kerak. Boshqalarning farzandlari deb boshlanuvchi nasihatlarning sababi ham aslida mana shu g'azab, jahl holatidir. Shuning uchun ham bu mamlakatda ko'p ayollar uchun ayol bo'lish xo'rlanish bilan barobar. Bir kuni jamoat transportida ketayotib ko'pchilik ichida yuzlarini ham ko'ra olmaganim ayol va erkakning baqir-chaqiri qulog'imga chalindi. Ovozlari tobora ko'tarilib bordi va vajohatga to'ldi. Ayol erkakdan norozi bo'lib janjal qilyapti. Erkak ham ayolga baqiryapti. Eng oxirida ayol kishi bilan gaplashyapsan, bu qanday uyatsizlik degan gapiga men bu yerda ayolni ko'rmayapman deb javob bergan erkakning gaplari haqida uzoq o'yladim. Albatta ayol bo'lish adolatsizlikka jim turish degani emas. Aksincha, bu vaziyatdagi harakatlarimiz xonimlarga mos keladigan xatti harakatlarni o'z ichiga oladi. Natijada bu qarashimizdagi kishiga haqiqiy janob bo'lishni eslatuvchi holatga aylanadi. Bilaman, atrofingizda bunday vaziyatlar, holatlar qolmagani uchun ko'z o'ngingizga keltira olmadingiz. Bir paytlar bu yerlarda Istanbul xonimi va Istanbul janobi iboralari bor edi. Ba'zida o'qigan romanlarimda uchrataman bularni. Ularning ovozlari, so'zlari, sukunatlari huzur baxsh etuvchi edi. Odamlar ana shunday huzurni nima uchun yo'qotishni istarkan? Ijtimoiy voqeligimiz ham bizga xonimlikning qoidalarini o'rgatmagan. Doim o'g'il farzand kutilgan xonadonda qiz bo'lib tug'ilmoq, hayotning eng qiyin onlarida matonatli bo'lishga majbur bo'lmoq, yillar davomida qaynona kelin munosabatlarining guvohiga aylanmoq, oynai jahondagi xabarlar, u yerda oila, bola tarbiyasi borasida aytilgan salbiy fikrlar ichimizdagi umidni, sevinchni o'ldiradi. Biroq ichingizdagi bu ziynatni avvaldan his qilsangiz, yo'qotganlaringizga takroran erishishingiz mumkin. Qani, aytingchi, xonimlik ziynatingizni yo'qotganingizni qanday anglaysiz? Ovoz ohangingiz, kiyimingiz, uslubingiz, hayotga bo'lgan munosabatingiz. Insonlarning sizga bo'lgan munosabatlari ko'rsatib beradi buni. O'zingizga uzoqdan nazar solishga urinib ko'rsangiz, balki buni aniq ko'rarsiz. Faqatgina o'zingiz bo'lganingizdagina baxtli va bahuzur bo'la olasiz. Bir xonim kabi bo'lasiz va ichingizda o'zingiz bilan ziddiyatlar kelib chiqmaydi. Aks holda boshqa vaziyatda ichingizda bir bo'shliq bilan yashaysiz. Har doim kamchilikni,
qadrsizlikni va nimadir yetishmayotganini his qilasiz. Holbuki xonim bo'lganingizda o'zingizga eng avvalo o'zingiz baho berasiz, qadrlaysiz. Kelajakda quradigan oilangiz va farzandlaringizga huzur bag'ishlaysiz. Boshqa holatda esa ushbu vazifalarni baxtsizlik deb o'ylaysiz. Hammasini ortga surishni qutulish deb hisoblaysiz. Yoshlik fikrlash va kuzatib xulosa chiqarish uchun yetarli vaqtingiz bor deganidir. Atrofingizga gohida mana shu ziynatlar vositasida qarashga harakat qiling. Siz o'rnak olishingiz kerak bo'lgan xonimlar bo'lsa, ularni o'rganing. Yoki fikringiz bir joydan chiqmaydigan bilan qanday qilib munosabaga kelish haqida o'ylang. Erkaklarning ayollarda o'zidan, ayollikdan uzoqlashganlarga bo'lgan munosabatini kuzating, oynaga qarang. Ko'zlaringizning ichiga nazar soling. O'z holingizdan mamnunmisiz? Savol berishni boshlagan sari javoblar ortidan quvishda davom etasiz. Natijada birovni ayblashdan, shikoyat qilishdan, hadeb nolaverishdan uzoqlashasiz. Bundan yaxshiroq natijaga erishasiz. Inson o'zidagi ziynat va xazinalarni kashf qilganida tinch va huzurli hayotini topadi. Shuning uchun xonimlik bizning ziynatimizdir. Men hijob va xonimlikni bir-birini to'ldiruvchi ikki narsa deb bilaman. Hozir bir otaning hijob haqida qiziga aytgan gaplarini keltirmoqchiman. Ota yangi telefon olgan qizidan so'radi. Bu telefonni olganingda birinchi bo'lib nima qilding? Qiz, sizilib ketmasin deb telefonining ekraniga himoyalovchi oyna qo'ydirdim. Telefon uchun ham bir g'ilof oldim, dedi. Ota yana so'radi. Seni bunday qilishga kimdir majburladimi? Qiz yo'q deb javob berdi. Ota yana so'radi. Nima deb o'ylaysan? Bu ishing telefonni ishlab chiqargan firmaga hurmatsizlik emasmi? Qiz javob berdi. Yo'q dadajon, aksincha firma telefon bilan birga taqdim etgan kitobchada telefon ekran himoya qiluvchi oyna va g'ilof bilan himoya qilinishi kerakligi aytilgan. Ota yana so'radi. Telefoning sifatsiz va yomon holatda bo'lgani uchun shunday qildingmi? Qiz javob berdi. Yo'q, aksincha, zarar yetmasligi va tez eskirmasligi uchun shunday qildim. Ota yana so'radi. Telefoning g'ilof kiydirib, himoya oynasini yopishtirganingdan keyin xunuk bo'lib qoladimi? Qiz, yo'q, xunuk bo'lmadi. Biroq xunuk bo'lsa ham himoya qilishga arzir edi deb javob berdi. Ota sevgi va shafqat bilan qizining yuziga qaradi va bas, hijob ham xuddi shundaydir. U ham qadrli bo'lgan narsani himoya qiladi, dedi. Sen ham qadrlisan. Unutma, ushbu qadrni senga Robbim in'om etgan. Hijobni mana shuning uchun qadrlayman. Alloh hijob bilan bizni jamiyat ichida qadrli qildi. Bundan tashqari, bu boshqa birovga o'xshamasdan o'zimiz bo'lishimizga imkon beradigan eng muhim elementdir. To'g'risini aytsam, hijobga kirgan ilk yillarimda masalaga o'zim ham bu nuqtai nazar bilan qaramagandim. Aslida menga ham hijobning bir amr ekani aytildi. Undan boshqa hech narsa deyilmadi. Maktabga ham o'rangan holatda borar edim. Kichikligimdan foydalanib, meni xafa qilganlar ham bo'ldi. Juda g'alati va achinarli holat edi. Keyin esa o'zimni taniy boshlaganimda hijobimning aslida ruhimning bir parchasi ekanini ko'rdim. Meni juda ko'p narsadan himoya qiluvchi sovut edi go'yo. Dunyo qarashim, bilimim oshgan sari alohida ma'no kasb eta boshladi. Bunday qarorga kelib nimaga erishganimni bilaman. Odamlarga men ham aslida sizlar kabiman deyishga majbur emasman. Bu bir taslimiyatdir aslida. Huzur bilan o'zni Robbga topshirishdir. Inshaalloh o'z farzandlarimga va yosh qardoshlarimga ham hijobning mana shunday go'zal tomonlarini anglatishning imkoni bo'ladi. O'z qizimga aytganimdek, amallar ustida ham xuddi uyga vazifa kabi izlaning. O'ylang, agar savollaringiz bo'lsa, so'rang. Keyin ularni o'zingizga singdiring. Shunda bu buyruq sizni menligingizdan uzoqlashtiradigan emas, balki sizni o'zingizga yaqinlashtiradigan ko'prik ekanini his qilasiz. Hijob sizdan faqat uni tushunishga intilishingizni talab etadi. Uni
Unutmang, siz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek oilangizning jannatga kirishiga vasilasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday degan: kim 3 qiz yo 3 singil yoki 2 qiz yoxud 2 singil tarbiyalab, ularning adablarini o'rnida qilib yetishtirsa, ularga yaxshi munosabatda bo'lib turmushga bersa, o'sha kishi jannatga loyiqdir. Abu Davud va Termiziy rivoyati. Siz xonimlar qo'lingiz tekkan joyini gulzorga aylantirasiz. Qarshingizdagining oliyjanob erkak bo'lishiga, yuzlarida tabassum o'ynashiga sabab bo'lasiz. Ol yonoqlaringizni ko'ryapsizmi? Endi o'zingizga bir nazar soling. Endi yuzingizdan tabassumni kanda qilmay, hayotga xonim afandi zarifligi bilan qarang. Xonim afandi, sizning kulishingiz ey xonim afandi, har bir onu umrga tatigulik. Baxtning sababsiz bo'lmoqli, buni ko'rmoq qanday huzurlik. Bahor kabi siz xonim afandi. Hayotning har rangi sizda mujassam, bahor kabidir ovozingiz, kuz kabidir yelib yugurishingiz. Moviy kabi siz xonim afandi, boshdan oyoq huzur to'lasiz. Yashilning moviga bo'lgan ishqi kabi siz, osmonni sayr qilish bahona, suv kabi siz xonim afandi. Zilolligi nur taratur, suv kabidir borligingiz, har tomchisiga muhtoj bo'linur, nafas kabi siz xonim afandi. Hayot uchun lozim bo'lgan borligi bilan hayotga tengsiz, har narsaga nafas oldirgan. Baytulloh Duman.